Hörmətli televizor görgücülər, hazır görüp atqanlar Şinjan televiziya stansiyasida Xuyu Mədəniyyət Taqit şirketi bilan Şinjan Elbidar Mədəniyyət Media çəklik şirketi birləşib İmran Xalqara Sodi çəklik şirketinin qollashida yo'l qo'ygan notiq so'zlash xarakterdagi programma ular shundoq deydi. Undaqda ular kimlar? Ular nima deydi? Ular bo'lsa hamma sohada, hamma kasbda o'zining tirishchanligini ko'rsatgan, hayotini o'ziga xos ma'niga ega qilgan kishilar. Biz ularningki bu jarayondagi hayot kechirmishlari va turmush ta'sirotlari bilan o'rtoqlashib, jamiyatga ilhom va madad bermoqchi. Şinjan Sənət Yurti İcadiyyat Tədqiqat Mərkəzinin muavin başlığı, Şinjan Sənət Yurti Opera Öməkinin muavin başlığı, dövlətlik birinci dərəcəlik rejissor, sənət yetəkçisi Qurbanjan Heyt sənət hayatında az bo'lmagan natijalarni qo'lga keltirgan. Qurbanjan Heyt Uyg'ur xalq mashrablarini qezib rətləş quruluşida Charchan, Chaqiliq, Kalpin, Mori mashrablarga rejissorlik qilib, Uyg'ur mashrablarga varislik qilish, taraqqiy qildirishda tegishli töhfa qo'shgan. 2002 yılı Şinjan Uyghur Abdunum Rayonlu Xalq Hökuməti tərəfindən Cungu Uyghur 12 muqamının CD, VCD, DVD plastinkalarını işləş, nəşr qilish xizmətində gəvlik töhfa qoşqan deyə əngəlingan. 2005 yılı Abdunum Rayonluq Uyghur klassik ədəbiyyatı və Muqam İlmi Cəmiyyəti İlğar şəxs şərəfiga müyəssər bolğan. 2014 yılı o rejissorluq qılğan Ğunçan dramasi dövlətimiz qurulğanlığının 65 yıllıqını təbrikləş. Əlgi nəb yetküzüş teatr körüküdə Munəvvər əsər mükafatıga, Munəvvər rejissor mükafatıga erişkən. Qurbanjan Heyt ilgir axır bo'lib, oz bo'lmagan komediya, drama, etud, san'at kechiligi, televiziya teatrlariga rejissorlik qilib kelmoqda. Ya'ni u 60 dan ortiq universal va maxsus san'at kechiligiga, 50 necha nodir etudlarga rejissorlik qilib, ommaning olqishiga erishib kelmoqda. Qurbanjanka o'tgan qidim qarasam chechingiz texmi oqirib ketibdi. Bo'yganmi yoki men o'zim san'at o'qigan bilan mening bu chechim rang ko'rib baxmagan choch. Rang ko'rib baxmagan. Tabiiy choch. Tabiiy choch. Yeshil chochga yana shundaymi? Yo'q, yeshil emas, bo'z choch deymiz buni. Qurbanjanka mening anglashimcha siz 20 dan ortiq kechilikka rejissorlik qilibsiz, shundaqmi? Uni sanab baxmabdiman. Chunki men qilib bo'lgan ishimdan hozirgacha atisdan tatib men qarab baxgan emas. Chunki men o'zimning qilgan ishlarim degandek mening o'zimga qo'ygan o'lchimimning pallasiga taq chiqib bo'lmadi. Shuning uchun men qanchalik ishladim, qanchalik palla yaratdim, uni men o'zim hozir javob beraman. Yani atisdan boshlab unutib ketsiz qilgan. Chunki yangi ish kutib turdi, bu ishni tugatmay tursak ham bir munchilgan ish davomli bizni shuni kutib turdi. Shuning uchun uning qanday bo'lgan bo'lmaganiga vaqt ajratgandan oldimizga qarab mang'inimiz afzaldi deb qarab qolyapman. Demak, bizniki bugungi programmamiz notiq so'zlash programmasi. Menimcha notiq bir odamningki qilgan ishlari, tajribalari va eng muhimi qimmat qarashlarini aks ettirdi. Shu nuqta aytgan chaqda sizning bugungi notiqingizning temasi bo'lsa, samimiy odam bo'lish, ishqa astoydil bo'lish. Samimiy odam bo'lish, ishqa astoydil bo'lish, ha. Undaqda biz Qurbanjankamning o'sha temadagi notiqini bir anglaylik, ha. Hadi marhamat. Ko'pchilik men mehr muhabbatlik, samimiy sadoqatman, axloq fazilatlik bir oilada tug'ilib o'sgan. Uningdan boshqa mening tug'ilib o'sgan yerim Atush. Atushda o'rin adam yo'q. Tirishib ishlaydigan adam bor. Tayyortab adam yo'q, jafoga chidab, o'zining taqdirini o'zgartiradigan adam bor. Demak, mening hayotimga oilam va Atushdek shunday bir tug'ilib o'sganligim menga yetakchi bo'lib, demak, mening hayotim samimiylik, adamiylikni qo'g'lish bilan, ishq astoydillik bo'lish bilan shunday o'tgan. Xo'sh, endi o'zimizningki kichkina hikoyatimizga kelsak, men o'zimni kichkimdan xuddi mushlarga o'xshash, demak, shundoq bir ma'naviy san'at turuqi va oila va shunday muhit cho'ng'ilib o'sdim. Men kichik vaqtimda boshlang'ich maktabda o'qishim intayin yaxshi edi. Balkim shu yo'l olmagan bo'lsam, yana bir sohadimi kichkina birimi bo'lib qolaverdim. Lekin men kichkimdan men yaxshi naqsh o'qiydim. Kichkimda shu mahallimizda u yoqdan bu yoqqa o'tib, etimni qamchilab o'tdim desam, chang chiqirib o'tdim.
demek şu başlangıç mektepte okuyatkan vaqtimda bizning Abdukerim Zeydin deydigan bir ma'lumimiz san'at ömekler tarqalgan vaqtimdagi shu kelib bizniki atush shu boshlang'ich maktabga o'qituvchi bo'lib keldi. Kelib bu mening ovozimga qiziqdi bu odam. U mening tunji ham bu san'atdagi tunji o'qituvchim. Shu mezgilda shu vaqtida Shinjongniki va madaniyat inqilobidan keyingi, demak madaniy ma'rifning qattiq gullanish davri bo'lsa kerak. Shu davrda butun viloyat oblastiga supan maktablarga san'at sinflari ochilishga boshladi. Darvaqa meninkimi shu mezgilim shuni to'g'ri keldi o'g'ay, taqdiri iroda. Demak, men Qizilsuv oblasti Supan san'at sinfiga, ya'ni 75-yilda Supan san'at sinfiga kirdim. Bitgandan biz xizmat tanlash va xizmat bizni tanlash bosqa oltiga kelib qoldik. Yana madaniyat idorasiga bordik, borgandan u meni qayta ko'rib chiqqandan keyin, buning bo'y basti, chiroy shaklim ancha sat emas ekan, anda san'at umak ko'rib usulchi bo'lsa, dedi xo'sh. Endi ko'pchilik bilsinlar, usul kasbi bu tantarbiyaga o'xshaydiganlik kasb, jaboliq ishlaydigan kasb. Demek bu japalığa çidap demek usul kesbini egallash bilan tushib ketdim. Usul kesbini tirishib bir yildan keyin andan shu vaqtda hali yomon emas ko'z ko'rendim. Lekin mening bu ham u vaqtda üst bulan bitta 15 yoshga kirgan vaqtim. Sahna qatnashamayman shuning bilan meni Shinjong Naqshulumiga o'qishga bilim aşırış vardı. Bilim aşırış jarayonida bu yerda hali maharati geldim. Lekin hali kichik vaqtimda naqsh o'qiydigan ancha-muncha duttachilib naqsh o'qiy olaydim. Shu vaqtda Dilbar Yunusmi mushu Shinjong Naqshulumida o'qiyotgan vaqtda Dilbar Yunusning ma'lumi Golumbiga ko'rsatdi axir bular. Ko'rganki u odam ko'rib, bu balaning ovozi istiqboli bak yaxshi ekan. Lekin bu tehi 15 yoshlik bola ekan. Bu 18 yoshga kirgan vaqtida cho'qim bir ovoz o'zgarish bosqichi bo'ladi. Shuning uchun hozir ovoz yaxshi ekan deb ko'p o'qib qo'ysa, keyin ovozi chataq bo'ladi degan. Shuning uchun tashlashda bo'lmaydi o'qib deb, shuning bilan mening bu yerdagi hayotimda o'zgarish bo'lib, To'xtamol Toji shu vaqtdagi Qizilsuv maktabining boshlig'iga xat yozib berdi. Ma balaninki ovoz istiqboli bak yaxshi ekan. Bu balani sil usulchi kasbiga sanmanglar. Agar 18 yoshda ovoz o'zgarib ketmasa, men qaytirib kelaman. Dedi. Şunun bilan qaytib ketdi. Qaytib ketgandan keyin endi usul kesib sanmadi. Sanmagandan keyin mening oilam hamda sal o'qimishli oila. Agar buni ovozi 18 yoshda o'zgarib ketsa, bu nimaga aylandi? Hech kimga kalkamaydigan keraksiz narsaga aylandi dedi. Shuning bilan bu yerda anandan keyin g'ajak kasbini o'rgandim. G'ajak kasbi muzika chag'alli biladi. Muzikami unda oddiy kasb emas. Onun için ben nahit bedel tüleş gerek. Demek şu vaktin ben müzik tırtık kirgen vaktinde bir 20 kvadrat metrelikle bir zal var. Hem şu adam meşgul oldum. Ben anlayamayım. Demek şununla çıkıp kışın günlerinde de koridor demek 7-8 saatlep meşgul kılım. Meşgul jarayonda bir kişilik olmaylam. Demek Qizilsuv san'at umak doirasida men bir g'ajikchiga aylanib qoldim. Demak, men bir kasbni ahli bo'lib, demak mening hayotim muqimlik bo'ldi. Shuning bilan demak mening vazifam uni bilan tugimiz kerak. Taqdir iroda 82-yilga kelganda Markaz teatr instituti bizni Markaz teatr instituti o'quvchi qabul qilishga bordi. Uning qatnashdim. Albatta, ovoz bor, muzika bor, anda usul kasbim bor. Degandek bo'lib, uningdan xili yomon emas mushtabaqdoshlarimning qatorida men Markaz teatr institutiga bordim. Markaz teatr institutiniki o'qitish yetakchi iddiasi Markaz teatr instituti shuncha cho'ng maktab bo'lgan bilan bizga hargiz yaxshi artist bo'l deganda birinchi o'rin qo'ymaydi. Yaxshi artist bo'lmoq oson, yaxshi odam bo'lmoq tez deganni shunday qilsavaqdoshlar. Darvaqa bizim bağın sınıfı, bizim bana okşa sanat ümektini bağallı var. Ondan o'ttir mektepni putkizib bağallı var. Ve ondan başka tekrar Xansu mektepte okup bağallı var. Bizdekler, mesela ben artık şehir çoğun olan Xansu gapni xil yaman emas bilemen. Ama xattin nechini bilmeymen. Bir dilli kopap undaq bir çoğun ali mektepte, demek tiyatronniki en yuqur pallasiki mektepte verip birileş biz üçün nahayet müşkül oldu. Ana ustiga men azraq tilishadigan bo'lganligim uchun, demek men tiyatr kasbi endi. Tiyatr kasbi ko'pchilik. Masalan, boshqa kasblardek, san'at kasbidek bir xil mahorat talab qiladigan emas. Tiyatr kasbi bilan shug'ullangan odam adabiyot bilish kerak, tarix bilish kerak, estetikdan azroq xabar bo'lish kerak. Chunki o'ynagan asarlarda nurg'un falsafa bo'ladi. Buni ijtimoiy pallarda nurg'un kerakligini his qildik. Shuning bilan bu jiddiy o'qishga kirib ketdik. Fütür bulab bir şekilde bir yıl olgan vakti olsa gerek. Bu vakit bizim tiyatronniki bu çoğun mendin etken vakti da. Umumi devlet boyunca tiyatr krizi uçuratkan vakit. Şimdi ama anda Şinjan'ın iqtisadi ahvalim tek yaxşı emas. Bizge o vaxtda icad etken məxsus yuqurdan selinme keladigan şunda bir vaxtlar.
Şunun bilan bizga undaq fursat bo'lmadi. Bizni qanotlarindagi fursat bo'lmadi. Shuning bilan bir qism saboqdoshlarimiz naqsh musiqa bilan naqsh musiqa tarafga mangdi. Yana bir qism saboqdoshlarimiz itotni tutib mangdi. Yana bir qismlarimiz rejissorlik va ya qalam elib yozishni boshlagan saboqdoshlarimiz bor. Degandek biz biz bu idoraniki burunqi planliq egilik davrda idoraning bizga qo'yib bergan relsni ustida mangsak, bizning hayotimiz bu oyga yaxshi tushmadi deb hammamiz har tarafga izlanishga boshladik. Albatta bu jarayonda yana nurg'un ishlar bo'ldi. Teatrda nurg'un ishlarga bir kishilik asimizni qo'shdik. Demek bizim işimiz yani culavatkan mervat göherli ba. Lekin bizim umum sınıfın avalı, mine davatkanım umum sınıfın avalı. Demek muşundak izleniş, muşundak vesvese, muşundak içini işlerde tuğa vaktimizde andın Kazakistan Tiyatro Kino İnstitutu'dan balık kıgılı geldi. Demek meni takdir irade bir dumulap ben Kazakistan'a okuşqa vardım köpçülük. Endi Kazakistan müyada nurgun tiyatro kesbi bilen şugullanıvatkan ve okuvatkan ballarımız varken azırak savat. Mesela sabık Sovetski Soyuz. Anadaki cümlede Kazakistan o tiyatro devleti. Kazakistan'daki külli Kazakistan'da 28 drama tiyatro var. Opera, drama, tiyatro diyen bulap 28 var. Almut şehrinin üzüdülam Almut şehrinin %68. Mesela Abay Opera Tiyatro, Muhtar Avezib Akademik Tiyatr, andın Lermontov namıdaki Urus Tiyatro, Nemis Tiyatro, andın Kudüs Hocayarıp namıdaki Uygur Tiyatro, andın Keres Tiyatro, kağalarını hazır sanıp bulamadım. Bir Almut şehrinin 6, hazır sanığının 6 drama tiyatro var. Bu yıl ben Karköz'ün işleyen bolsam, kilercili ben Kuzu Körpeç Bayan Suluğunu işleyemem. Kilercili Cüret Vahit kopap Karköz'ün işleyedi. Demek pütkül rejissorlar, pütkül sanatkarlar demek yüzününki dramaturgunun eserini her kişilde oynap demek o eserlerin seviyesini Shakespeare seviyesine apırıp etmesi mi? Şundak devir kütürüp etken Kazakistan'ınki demek tiyatronun muhit aşında yakşı. Hoş tiyatro muhit şunda yakşı iken hem de yüzümüzge keleyle. Biz çıkka vaxtıda hatta biz Kazakistan'a çıkış için bir gün bizge til cihatta terbiyelenmedik. Ya Urusça bilmeyimiz, ya Kazakçını toluq bilmeyimiz. Nurgun adam var, özünün ahlakı şartını hazırlamay turup milletçi olup aladığan. Sizin şu vaxt kılmışınızdan hemimiz şu milletin özüge dağ keltirdi. Eğer siz ahlak, faziletlik, samimi, doğrus adam bolsanız, andın milletniki. O sınıftaki ras, o sınıftaki kinki, meniki örmütüm. Hatta menden mi yaxşı okuyduğanlarının mı bir işi olsa, malımık sen gep kıysan da, senin gipini sen dememsen, ya senin gipini yak dep bakmaydı. Degende Kazakistan'da mı tırıştım. Demek hem derslerini toluk tamamladım. Ahırda Urus'niki Çinzano degen bir eserini Kazak tilida rol elip oynap çıktım. Şunu bilen okuşumda tamamladım. Elke küzdün ağrısımı aslında ayrılmaptı degende şu mezgil itotçuluk başlandı. Uygur sanatında itotçuluk başlandı. Şunu bilen o işki tilsiz degen itot bilen itot icadiyetimle başladım. O vaxtda televiziya stansiyasının sanat programmaları köpeyişki başladı. Demek bu itotqı bolğan taqazalık günden günge eşik başladı. Şunun bilen demek bu itotçılıkni aldın icadiyet kıldık. Keyin taqazalık eş bilen tang şunun bilen taklitçilik başlandı. Tercüme başlanıp ketdi. Lekin ama o itotçılıkka nispeten şu ecir emgekle nispeten o vaxtda ama iqtisadi ünüm yok asasen. Tani sürt yakıl vakayım benim şimdi ama. Onda olğandıkən resmi bir grup teşkilinip itot işleydiğen iş kalmaydı. Şunundaki mesela bu itot işleyatkan bizim buradarlar kiliplam sözünü yapıp bulap kilip bir qaylap basanlar da işleydi. Qaylayımız şunu olarlam retki salımız kılımız çıkımız şunu bir mezgil ötkendiken aldı da ummayacanda öttü kin qarsak tercimi köp bop ketdi. Anandan keyin ma obzorçılığı bizniki juyan qorası kirib ağıltıdı. Şunu olan men andan itotçılıkni taşlab etdim. Rast Kurbancan efendim siz rejissorluk qilgan ma obraz Uygur obrazı mı? Nereden geldi bu desa men cevap beremeydigan darajaga kelip men anda itotçılıkni tashlab etdim. Bu itotçılık qandaqlı olmasa mening şu vaqtdagi ma sabdaşlarımning bilan bo'lgan aloqadagi qimmatimni va yoki jamiyat kichkina yuz bo'lgan bilan mening o'zimga qo'ygan operadagi mas'uliyat majburiyatim suv ulanmaydi.
Demek benim bu derdim tügümüdü. Yanılam şu izleniş jarayonida hatta ahirandın toxta. Yana bu. Demek artistlik hayatımdaki bir tarix yanı qaytılınışqa başladı. Näge menişimiz kerak? Qanday qilishimiz kerak deb. Ko'pchilik, hatto biz Anvar Samat, O'tkir Ushur qatorliq og'inilar biz oxir o'zimiz igilik tiklab san'atni taraqqiy qilmoqchi bu yo'l to'sdi deb choy shirkit qurdik. Shu mazgilda to'saq, Wang Yutong deydigan Uyg'ur naqsh muzikasiga bir kuyak bir korxonachi kelib bizga unsin shirkit qurib berdi. Unsin shirkit qurib, demak, yana qaytadan yangi bir hayot, yangi bir musofa boshlandi. Bu şirket başlandı. Tuncu ulap biz Tarım namlıq karaoke VCD'sini işildik. İşlep şu mezgilde nahayet belgelik tesir kozgaldı. Elbette mendek tiyatr, vaka, obraz sanatıyla şugullandığı adam, men envi işleşiyle men kanaatlanmayman da şunu ağaynlarımga çöndürüp dep jürüp, anda televizya tiyatr işlep göreyle dep, bu kişinin tunamsız namlıq televizya tiyatrını işildik. Şu vaqt bu televizya teatrımı özüge layık yaman emas ta'sir qozg'adi. Shuning bilan Uyg'ur VCD bozorda demak televizya filmininki ishlash imkoniyati bor deb tushuntirishga kirishga boshladi. Undan keyin o'chgan yulduz degan 3 qismli televizya teatrini ishildim. Bu televizya teatrimi xeli yaman emas bo'ldi shu vaqtda. Şunu olan andikin, onu aksı olaplı Sarsar Roh degan televizya teatrını işlep, qandaqdı bir sahaniki yol açqıçıları süptide bir xil iftarlıq, pəxirlik tuyğusu endi çirey çiymeydi deb o'ylashib demek ki patnet huquqi o'g'irlar kirib lamamiz bu bag'zada qo'qlab chiqarib. Cho'ng tutki naqshul kechliklari. Naqshul kechliklar başlandı. Yeni asırga kirgan vaqtdagi asr oqshimi, ondan ma'u xalq sarayida 2005, 2006, 2007, 2008 No'ruzga bag'ishlangan kichik ziyrak cho'lponlar kechiligi qatorliq mushuniga yaqin ondan ma'u radio stansiyaniki Sada nomliq kechiligi degandek vaqaza mushundaq kechliklardan bir 20 dak kechlikka rejissorlik qildim men. Undan boshqa yolg'iz kechliklar var bunun içinde. Demek opera tiyatrının sanat yetekçisi degan bu besim meni texmo naciddileştirdi. Darvaqa şu mezgilde bizim opera bunun şu mezgilde onun da 2 yil burun bizning peshqadam rahbarlarimiz Mustahkaga Mehmon degan kinoningki ta'siri bilan biz Mustahkaga Mehmonningki şu planni qilib qo'ygan. Şu mezgilde tashviqot bo'limining boshlig'i bir xizmat tekshirib keldi, kelgan degan Nusrat Vajdi shuni doklad qildi. Doklad qilgan ekan, buni qilinglar dedi. Shuning bilan aqsdala bu şu Mustahkaga Mehmonning muzikalik teatrini ishlaydigan bo'ldik. Shuning bilan shu so'rinni qo'paplam başlık Qurbanjon nim planing var dedi. Degandikanlar ishkirdan adam chaqiramiz dedim. Desam güzelnur o'tirapli shu so'rinda desa sarang oldingmi? Arang kelgan fursatni o'zim qilaydi meni ishkirdan adam chaqirsan dedi. Endi mening planim bor. To'xtab turinglar dedim. Shuning bilan kimni ko'nglan sanvam kimni chaqirsan dedi degandikan bizning bir savaqchimiz bor edi. Uni biz kontrol qila oladigan. Shuni chaqirman sen buludu dedi. Chiqib u savaqchim bilan ikkimiz kelishim qildik. Telefon verip seni çağırmakçıyım. Ama sen çokum kilip bana 8 bin koyuluk üskün yapırsan. Bunda değişim köpçülük. Biz şu rehberlik ornuq çıkkan vaktimizde bizim şunç çoğun opera tiyatroda şikki manda sahne aldığı koyduğun zuvuk yokken tok. Yaman emasra. Çırak teki yok, iştim yok, kopkurukçılıklaşında bir aletken. Şunu onu dedik, dervaka şunda oldu, qaytib geldik. Mening planim Mustahkaga Mehmon orqali butkul bizning uskunalarimiz saramjonlashib olib, anamdan keyin o'zimizning teatrini xo'shni Mustahkaga Mehmonni ishildik, ishlab degandek, muvaffaqiyatli chiqdi shu davrda uchun umi bir shavqun suran sag'idek ashunda chiqdi. Chiqib bo'lib shu tomoshani qilib bu vazifani tugandik, atish boshlayman deb o'ttasam shu yil oxirida bizniki demokratik bog'lash yig'inimiz bo'ldi. Nazoratning shu bizga mas'ul boshlig'i kelib o'tirib Qurbanjon kelarchilik plani nima dedi. Degandan endi pədən ruslab planlarımla oturup qoyavasam, toxta, sen çoğun iş qılıman deme. 5 yıl kişi Mustahkaga Mehmonni sen çıqırıp nadir eser qılsan dedi. Uçup ketdim. Demek şu başlığım degandek Mustahkaga Mehmonni şunda mı? Tirishib yaxshi bir yerga chiqdik. Mamlakatlik tashviqot bo'limininki 5-1 mukofoti. Ondan nadir eser qurilish 30'ning ichiga, ondan Shanxayda o'tkazilgan festivalda Beyüla mukofotiga deganga o'xshash nurg'un mukofotlarni oldik, lekin Uyg'ur teatrchiligi shu paytda hech nima qilolmadi. Bu uzunga so'zalgan kunni o'taverdi. Bu chashqi umid oq chiriyverdi.
demek muşunda ketip atkan vaxtlarımızda anda yana 2010 yıllık kelgen vaxtıda Abdurrahim Şenşan Budun andan buyruk kelip elninki ko'nglini xush qiladigan. Demak, darvaqa shu vaqt, demak, Uyg'ur tomoshabinlarini qayoqqa yetaklash masalasiga duch keldi jamiyat. Shuning bilan shularniki ko'ngli xohlaydigan, yaxshi ko'radigan asarlarni ishlanglar degan bizga shu talab kelib chiqdi. Kelib chiqqandan keyin shuning bilan bizning boshliq chaqirib kelib, nurg'un gaplarni qildingiz. Qani qo'lda bishim bormi dedi degandan keyin, demak, ish qildigan vaqt keldimi desam, keldi dedi. Chiqiblar menda ijodiyatchilarimni yig'ib, qaysingni qo'lda kitob bor. Nima uchun u mezgilda biz teatr to'xtab qolgandan keyin bizim bir yozuvchi qo'pab, men bishim diyem. Çünkü yazdırıp koysak, tiyatro yazmak asan emas. Yazıp koysak, onu biz şu vaqtda özümüz iyi bulamayız. Şunun bilan bu bizde tek onda tayyorlik bulab bo'lmagan. Şu vaqtdan da qo'lda nimba ballar deb hammasini qilsak, Islom Javoris uning shikotni yo'q degan kitobni. Mening qo'limda chetninki manda kitib vataka dedi, uni ko'rdim, ko'raplam qarsam yaxshi. Chiqibla boshliq ko'rsatgan boshliqim hayajonlanib, bo'ldi ekan dedi bir kitоб. Başlab bu asar nayt muvaffaqiyatli chiqdi. Demak, teatrga bo'lgan qizg'inlik, hamma narsa va bizniki belgilik muqim tomoshabinlarimiz chiqishga boshladi. Endi mushunchilik ishlarni ko'raptiman, mushunchilik ishlarga aralashibdiman, mushunchilik ishlarni qilibdiman ko'pchilik. Mush munosabat bilan. Chunki men odamiylikni, samimiy odam bo'lishni mush aqidani qilib ben darvaqa mening hayotimda nurg'u ishni o'zim bilalab qildim. Nurg'u ishni men bilamay qildim, lekin qandoqdo aql kam bo'lsa aql beradigan, nima kam bo'lsa meni yo'laydigan nurg'un odamlar mening mush usab yetilib mush ish qilish jarayonimda men nurg'un odamlarning yaxshi tarafi bo'ldi. Shu munosabat bilan shu odamlarga bir rahmatimni bildirib olsam. Assalamu alaykum Qurbonjon aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Men shu radio televiziya rejissyorlik kasbini bitirib, hozir bitirganimga 1 yil bo'ldi. Abayqi so'zlaringizda men ma'lum bir narsani his qilib qoldim. Biz o'zimiz yaxshi ko'radigan kasb, ota-onalarimizning qo'llashi, undan boshqa jamiyatning fursati, mush bir qator bog'lanishlik masalalar o'tirsida biz davomliq tangirqab qoldik ekanmiz. Sizningcha biz yoshlar qaysi bir xil yo'lni tutsak bo'ladi? Zodi biz qanday qilishimiz kerak? Mushaqda bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bu savolingizmi bir hisobda yaxshi savol bo'libdi. Men bugun nima uchun odamiylik bilan tirishchanlikni tanladim? Bu dunyoda o'zi yaxshi ko'rgan kasbga va ota-onasi qo'llagan ishga va jamiyatni fursat bergan odam chiqmaydi. Bu nurg'un ish bayatı mening hayotimdan balkim ko'rib o'tdinglar. Necha qitimliq davolg'ish. Ma kesibdi endi ko'tarilib yana bir tanlash. Yana bir tanlashdan keyin yana tushib, yana tirishish. Demak, bu cho'qim mushunda. Yaqiningizda men uya bu yerda ansam bo'lib, mushu temin tanlashimdan bir sabab yosh ballada. Yosh ballada mani qilsam ota-onam unumidi. Mening menda arzuyim bati unumidi, bu unumidi deydi. Odamlarning o'zininki tanlashi bo'ladi. Hammadan arzu umidi bo'ladi. Bununla irşələydi. İrşənimiz qandaq qılıdı? Demək, qolumuzga kelganini turish pishirishimiz kerak. Masalan, men demak çoğunu men bir taqdirizmchilikni tashviq qilmoqchi emasman. Demak, bir odam mush bir kasbni demak sizning ko'nglingizda asli boshqa o't qo'yayotdi. Lekin sizning jamiyatning tanlashi boshqa bo'ldi. Taqdir sizning boshqasini tanladi. Demak, meningcha shuni qanday qilish kerak degan vaqtida shu kundan tortib siz oldi bilan sizni tanlag'ashni, chunki siz tanlag'ashingizga erishamadingiz emasmi? Cho'qim sizni tanlag'ashni astoydil qilish jarayonida kech kunduz uxlamay o'zingizning orzusingizga yetishingiz uchun qilishingiz kerak. Shuning uchun ko'pchilik yana qo'limizga o'zimizningki yaxshi ko'rgan ishimiz kelsa bolalarım, o'lgudek aslimizni yo'qotib turishayli. Agar u kelmasa, shu ishnimi yaxshi qilaylik. Qilish orqali oxir o'zimizning yana maqsadiga yetsak bo'ladi. Assalomu alaykum Qurbonjon muallim. Bugungi sizning shu so'zlagan darsingizdagi asosli tema samimiy odam bo'lish, astoydil, ishq astoydil bo'lish temasidagi bir qitimliq leksiya dars bo'ldi. Shu darsda sizning so'zlaganlaringizni haqiqatan har qanday bir ishqa, har qanday bir xizmatga naqadar astoydil muomala qilganligingizni men bildim. Demak, sizning shunday bir esil axloq fazilatga, shunday bir mijoz xarakterga ega bo'lishingizda balkim sizning hayotingizda sizga cho'nqur ta'sir qilgan bir kishi yoki bir sharkatlar bir faoliyatlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu ishlar qaysida meni bir bilib boqqim kelyapti-da. Shu haqda bir qisqa tushuntirib bergan bo'lsangiz. Rahmat muallim. Bu meningki mush axloq samimiyatni menga urg'un solgan u mening onam.
Beşide men dep ötdüm. Men bir intayın mehr muhabbetki, samimiy sadoqatni bir oilada cho'ng bo'lgandim. Mening bu oilam nayt qiziq. Men hozir o'ylab baqsam, mening bir oilam bir davlatniki kichiklatgan yoki bir jamiyatning kichiklatgan kartinasi ekan. Men endi o'zimniki mening bu samimiy odam bo'lish yo'lida o'tin sağan oilam ustida biroz to'xtalay. Mening ota-onam o'zi Qizilsuv oblastlik Sodidarsda, ya'ni magazinda Birganskop ishlatdi. Biz 6 bola. Biz 6 bola bo'lib 5 o'g'il, bir qiz. Undan boshqa bizning oilada 2 cho'ng onam, dadamning onasi, anamning onasi. Mening bu oilam şu bir cemiyetning bir kichiklatgan kartinasi ekan. Mening dadam u bir huquqning simvoli. U dadamni qattiq deb tortamiz biz 6 bola. Dadam bir ishimizni bir xato qilib qo'ygan ishlarimizni o'qib qolsa, xuddi zamon oxiri bo'lgandek. Biz bu dadamizdan shuncha tap tortdik, eminatdik. Keyin biz cho'ng'ilab uqsak, bu dadamiz asli chivimga azor vermaydigan, paxtadek bir yumshoq, samimiy bir odam ekan. Lekin bu samimiy dada nimani qilmish oila boshqarishda nimani tutib ekan desa, Uyg'urlar nihoyat yaxshi bir tamsil bor. Balanga mehrini va chigrini verma degan. Endi bu yerdagi mening yuqorida degan Anam mush davlatning zo'nglisning rolini o'ynaydi ekan. Demek dadangni uqib qolmasin. Desi bu dadam uqib qolsa qiyomat qoyim bo'lgandek ashunda aytmayapti ekan. Uningdan boshqa mening cho'ng onam, dadamning onasi. Ya'ni dadam bilan ham xizmatga chiqqan, u xizmat ishlagandan uni magazinda ishlaydi. Uning vaqtga uyg'unishlar hozirqidimmi jiq vaqtli bo'lgan ekan. Asosan bizni tug'ib qo'yaplar, sutni arg'an ekanlar, dadamning onasiga tashlab berdi ekanda, bu ona bizning cho'ng onamiz ham uyning xo'jidori. Bu cho'ng onamni oldig'ili bo'lmaydi. Agar bira maktabga kechib qolsak, u jazo. Demek bizim bu astoydligimiz u onamdan kelgan ekan. Mening dadam 75-yili 52 yoshda tugab ketdi. Tugab ketgandan keyin mening onam dadamning onasi bilan onamning onasining 13 yil boqdi. Dadamning onasini hatto bo'rtalarda tuqqanlari bordi. Ikkitelsi onam bermadi. Çünkü dadam bir oğul olab, üzün bivas bir tuqunu yok. Ulamı nevri bir tuqqanlar. Ulamı ama pek isil ula. Ula ekitimiz dese anam beğenmedi. Kimki vaxtıda, ben bala vaxtımda ana beğensen olmam da desem, yak falan beğensen bulmaydı. Çünkü nurgun adamda ulanın ki tekazalığını bilmeydi. Meni patumaptı deydi. Şunun için ben beğensen bulmaydım. Üzem ahırıqçı bakaman. Endi köpçülük. Mening bu savol mush gapni men digim bor deganimda hozir o'zini onasini boqmayotganlar bor. O'zini tatsi qarmayotganlar bor. Shuni mening bu axloqni bergan onam qanday qilgan bir hikoyasini bu onam og'riyotir hozir. U onam shuncha jafo tortgan, hammadan yo'l qo'ygan ona bugun 94 ga kirdi. O ananın aqli hozirgi bizning tangtash ayollardan kam emas. Bu qatim borsam qarab olam, gapga solaman. Borsam qarab olam. Seninki cho'ng onang, bu meniki dadamning onasi o'pka kesili bilan og'riydi. Og'rib, orliqda bir kilib qaylasam, bunda beshini qashlatib deydi. Kep qarsam, chunki u o'pka kesili bo'lgandan keyin so'g'aqdan qo'rqib, qishda mu chochlari changidek bo'lib ketibdi. Kirilishib ketibdi. Shunga xanachi deydi ekan. Xanacha yuvib qo'yaymi desam ma'qul. Turib ketib, mayli. Shuning bilan mashina qip qizil o'tni qizitib etdim. Qizitib o'tirib, dasq selib, yuziga so'pundim birini tashlab qo'yib, shuning bilan shuydim dedi. Shuyib o'tirsam, uzamning onasi menga shunda qaylab o'tiradi dedi. Shuning bilan yuyib tarab qo'ydim. Qisam, men sening u cho'g'anangninki bunda chiroyli qolib ketganini ko'rib boqmaganmiz. Mensi qip qizil, albatta uzun juyingan odamninki bir juyinib taralganda, ya'ni bir kelininki hatta yo'lda tugab ketgan bir kelininki juyib tarashi balkim onamni teqim shunda cho'ng onamdan da chiroyli qilib etgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan onamning onasi uziq onam juyib bo'lib qarsam onam qarab o'tirib ketdi dedi. Ana sizni mi juyib qo'yaymi desam, onamni mayli dedi deydi. Shikkisini mushunda juyib tarab, mushunda qilib qo'ygan bolam deb hikoyat qilib o'tdi. Demak, mushunda ishni kim qila oladi? Shuning bilan u vaqtda hozirgidek aloqa bunda emas. Biz bu xabarni o'qib bag'cha ikki cho'ng onam tan ketib bo'lgan. 5 kun orliq. 4-5 kun orliqda turib, demak shu onam ajr qilgan ikki ona hafta ichida bir-birini qo'g'lashib ketib u dunyoga berib yetib oldi.
Demek men muşundak ana, muşundak ailede çoğun olgan. Şunaçka meninki bu ademiyliknin uti şunun ekan. Assalamu alaykum Qurbanjon muallim, yaxshimisiz? Oldi bilan mushu hozirgi jamiyatimizda samimiylik nihoyat xiris duch kelayotgan vaqtda sizning bugungi mushu 1 soatlik darsingiz bizga shundoq o'ltagan hammalarga yaxshi bir tushuncha, shundoq yaxshi bir aktiv energiya bo'ldi deb o'ylayman. Men 6 yil burun Xinjiang san'at institutining kino televiziya tahrir rejissyorlik sinfini bitirgan. Endi mushu naq maydonda Xinjiang san'at institutining o'sha rejissyorlik kasbida o'qiyotgan nurg'un qiz o'quvchilarimiz borki, mush qizlarga bundan keyingi kasb yo'liga bir ilhom bo'g'dek bir ishga so'z qilib bergan bo'lsangiz rahmat. Demek adam degan muşumu cemiyette yaşaganda ikki xil salohiyat bilan mangdi ekanmiz. Birisi o'zimizniki, nomidagi adamilik salohiyatimiz, ikkinchisi o'zimizning hammamizning har turli xizmat kasblari bo'lgan kasbiy salohiyat bilan bo'ldik ekanmiz. Shuning uchun mening kasbiy salohiyatim faqat ko'pchilik. Hammalarning oldi bilan yaxshi adam bo'lishinglarni, anadan qasımış tashkil, tuzum, intizom, asosli qo'shimchani araydigan bo'lib ketsangiz texim yaxshi bo'ladi. Shu vaqtida hech kimdan xafalık tortmaysizlar, ishim yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum Qurbanjon muallim. Alaykum assalom. Uyg'ur teatrchiligining 80-90-yillardagi taraqqiyoti ham uningdan keyingi bir mezgil pasayib qolish ahvoli biz hammamizga nihoyat aniq ma'lumlik ahvollar. Endi mana yaqinda yana qaytadan bir bosh ko'tarish bo'layotdi. Yana bir teatr qizg'inligi ko'tarilyotdi. Endi mushu opera o'makninki mas'ul xodimlari bo'lish sifatingiz bilan sizdan shunday bir savolni so'rag'im kelyapti. Uyg'ur teatrchiligining operasining hozirgi ahvolini qanday deb tanishimiz kerak? Buningdan keyingi taraqqiyotga nisbatan sizning ko'nglingizda yana qanday planlar bor? Bilib baqsak. Ben opera tiyatroninki hozirgi rejissyori va yoki shu yerda kichkina az pul vazifam bor. Opera teatri. O'ylayman, opera teatri degan bu nom bek to'g'ri qo'yilibdi ekan. Biz Qayum ma'lum, Zamira ma'lum bilan Uyg'ur teatrchilik tadqiqoti olib beryapmiz. Biz tadqiqot ichkirlab kirgan sari bu qandaqdir bir ayg'asti qo'ylab qolgan nom emas ekan. Chunki buningdan ming yillar ilgari Mayter Smith degan asardan boshlangan hayot ekan bu. Madaniyat deganning davomi ashunda bo'ladi ekan. Uningdan boshqa hammamiz bilamiz 12 muqom. U 12 muqomninki shundaq bir obidaning bo'lib qolishi hozirgi sifat so'zlarimiz uni qimmatini ifodalab bo'lolmaydi. Demak, shundaq 12 Mayter Smith va 12 muqomi va Uyg'urdek millatninkining opera teatri deb shunda bir teatrning loyihaligiga biz shu zamonda shu teatr nomini berib, shu yo'lni bizga ichib qo'yganligiga opirin demay turolmaymiz. Mening qalbimdagi shundaq o't. Çünkü opera teatr deganni ben yuqorida deb sharhlab o'tdim. Demak, aslında to'g'ri qo'yilgan ism. Opera teatr qilishga bizning shartimiz tamamen keladi. Lekin mush ishni qilolmayapmiz. Qilolmaslikning sababi manda. Birisi, opera degan narsa, opera degan bu janr o'zili oddiy janr emas. Bu opera degan janr har qanday bir rayon yoki bir millat yoki bir davlatniki siyosat, iqtisod, madaniyat uchchi mas holda taraqqiy qilganda gullaydigan kasb. Qaysi birisining roli kam bo'lsa ko'tarilmaydi. Bayatın deb o'tdingiz. Kundan kunga ishlarimiz yaxshi bo'layotdi. Hozir bir teatr yepilgandan hozir taraqqiy qilib gullanish bosqichiga kelyapti. Hozir demak bizning sohada mana o'tiribdi Jurat Voyit, Islomjon Varis qatorliq birmuncha rejissyorlarimiz yetishib chiqyapti. Demak, keyingi vaqtida masalan Xinjiangning siyosiy, iqtisodiy, madaniyating taraqqiyoti bo'lib, bu ishlar cho'qim bo'ladi. Demak, bu cho'qim qilishga tegishli qarzimiz va farzimiz. Lekin hozirgacha mush ishlarni qilib bo'lmayapmiz. Ama demek ko'zimizga ko'ringulik, kelechigimiz cho'qim parlaq. Biz bu vazifani biz adaq chiqarmoqcha bizmi ko'z yummaymiz. Demek ishlarimiz oson bo'lar. Mush murod maqsadimizga yetib olamiz. Assalomu alaykum muallim. Men Xinjiang san'at institutining radio kino televiziya rejissyorlik kasbini bitirib, hozir mana shu kasb bilan shug'ullanyapman. Biz hammamiz sizningki nurg'un asarlaringizni yaxshi ko'ramiz, chunki sizning asarlaringizda yangilik, o'zgarchiliklar bor. Endi mening so'ramoqchi bo'lgan bir savolim, siz o'zingizning shu asarlaringizning ichida eng yaxshi ko'radigan
o'zingiz muvaffaqiyatli bo'ldi, eng yaxshi deb qaragan asaringiz qaysi? Yana biri siz asarlar endi har bir rejissyorning o'ziga xos alohidaligi, asosli kuchaydigan nuqtalari bor bo'lishi mumkin. Sizningki eng kuchaydigan nuqtangizni o'sha aktyorlik jihatda deb qarasak bo'lamdi. Biz adabiyot san'at, ya'ni teatrchilik ijtimoiy turmushninki veya ki kişilerin arzu armanının reallıktaki yetmekçi olan yetemige arzu armanlarınınki ve ruhiyet, maneviyet cihetki bir modeli dep qarsak mı bulamdı Cüret Vahiyet. Demek şundak bir arzu armanlarını biz güzellik göz karşımızını, rezillik boğan tenkitimizni kılıp bir eser kılıp çıkırımız. Unda boğan diken bu hayatqa hazırgıcı bir tabir verip muqum birge qo'sh ikki uludu dep bulanmaydı. Şu bizim işlegen eserlerimizdi mi? Ben davamlıq deyim. O anı anda depti, man depti o dese, avar opta şu. Ameliyat şunu işlegen adam eypini xuddi demek unutun bekrak bildi o dep. Şunun için men tek işlegen eser bizdeki bayatın degende nurgun şaroitlarimiz, nurgun bir nadir eser kılıp çıkış için nurgun işki tetken ballı biz mustahkiyen mimanda bunu tetip gördük. Asan çok şey desek nadir eser kuruluş bütkül cemiyetinin nadirlik ulu münasebet olurken bu. Neçimiş senet kıl şugullanğanlıkla emez. Başkalarının pozisiyası, meblağ, adamlarının sapası bütün nurgun nesi bilen bulurken. Demek hazırlık noktadan aytkanda tek men üzemnin icad kılgan eserlerimni üzem yaratıp bakmadım. Lekin yaxşı gördüğün dese diyeleyim. Ben işlige eserlerim içinde Öçken Yıldız degan televiziya teatrını to'la yaxshi ko'raman. Men o'zim artistlikdan chiqqan. Men artistlikni yaxshi biladigan rejissor. Shuning uchun rost demisimi artistga tayinaman. Masalan men kesib bilmaydigan artist ishlatmayman. Hatta masalan ayni shu Öçken Yıldız'ni ishlashdan burun meniki gruppadagi a'zolarim bu rolni yana birisiga berib yutibdi. Şu vaxtdaki nayet güzel bir xalqning ko'zi ko'ringan bir talantli artistga berib yutibdi. Ammo lekin aktyor emas. Shuni men qaytib kelsam, pustani deydi, u artistni qo'pib, aka menga televiziya teatr tayyorlab qo'yapsan deydi. U bu nima bo'ldi deb anda ne bo'lmaydi, men qilolmayman dedim deb oxiri andan qo'pib Qunzay Toshni. Demak, mening mushu rolamni Qunzay Tosh urlay oladi deb Qunzay Toshni men tanlagan. Qunzay Toshmi u vaqt shunda yaxshi urilgan. Assalomu alaykum Qurbanjon muallim. Men Xinjiang San'at instituti diktor siyosatchilik kasbining magistr aspiranti bu yil qabul qilingan. Mush munosabat bilan bugungi mush nutqingizni anglashga muyassar bo'lganimdan nihoyatda xursand bo'ldim. Odatda shu o'xshash bo'lgan bir masalaga kishilar o'xshamagan pozitsiyalarda va o'xshash bo'lmagan ko'z qarashlarda bo'ladi. Xuddi bugun shu nutqingizni anglagandan keyin ko'pchilikmi o'xshash bo'lmagan ta'sirotlarga ega bo'ldi deb o'ylayman. Shuning o'xshash bir kino yoki teatr qo'yilgandan keyin uni yoqtirganlarmi bo'ladi va yoki shu asarga nisbatan ko'pchilik bilan o'xshash bo'lmagan hissiyotda bo'lganlar bo'ladi. Undaq bo'lsa sizdan so'rab baqsam, ma'lum, siz rejissorlik qilgan asarlar ichida boshqalarning yoqtirishiga erisholmay qolgan shundoq asarlaringizmi bo'lganmi? Ham shu vaqtdagi hissiyotingizni agar xohlasangiz bizga bir so'zlab bersangiz, rahmat. Men üzem turmuşda bay degan adimilik meselesi bo'lganda men ish xizmat ustidagi bir jiddiy holatli haq azar vermsam boshqa vaqtda aldırab adamga azar vermayman. İmkon qadar shuning bir diliga azar vermsam, ko'nglini yurursam, shuning bir qiyinchiliklarga bir yar yo'lak bo'lsam deb yuradigan adam. Qandaqdir mening oldimga kelib, hozirgacha bir adam sening ma ishing bo'lmadi deganni anglab boqmabdiman. Men hatta mening birlam hojitim bor. Ba'zi vaqt bir jiddiy ishlik kelganda xalqlar mushni qanday qaraydigando deb bilinmayman. Mushada mush do'stlarimni va fikrlarimni bir tillab qo'yay. Bundan keyin bir mushunda gaplarni olsa, menga bir ikkilab, aka, ma ishingizning manda fikr chiqyapti deb qo'yinglar, men savollarga javob beray. Men hozirgacha mush gapni anglamabdiman, sizga javob berolmadim fan. Amaliyotda men fikrda qo'rqmayman. Men fikrda qo'rqmayman. Fikrga men to'g'ri muomala qila olmayman chuqum. Faqat ma'lum ishni xarakterim, ideyam to'g'ri ekanmi qilmadim, tanlamadim. Ammo men hozirgacha hayotimda bir ishni avu meni menda qilib qo'ydi demadim.
Qurbanjon aka, yuqorqi nutqingizdan bo'lib samimiyat va astoydil to'g'risida nihoyatda yaxshi bir so'zlab o'tdingiz. Mana shu so'zingizni anglagandan keyin amaliyotda menda ham bilib bilmay samimiyatsizlik qilib qo'ydigan, undan boshqa g'ururlik qilib o'zim ishlayotgan xizmatlarimda savallik ko'rsatgan ahvollar nihoyat ko'pkan. Balkim bu ahvollar mana shu o'tgan tomoshabinlarim shundaqla saboqdoshlarimizda bor bo'lishi mumkin. Undaqda biz yoshlar qanday qilganda shundaq o'z xizmatlarimizni o'tishdan to'liq chiqa oladigan samimiy, rostchil bir adam bo'lgani bo'ldi. Qanday mushu ahvoldan saqlanganim bo'ldi, mushu haqda bir tafsili to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bu samimiylik, odamiylik intayin muhim ko'pchilik. Samimiylik degan odamniki bir nuri. Odam bo'lish degan intayin muhim narsa. Odam bo'lish degan odamniki, demak biz odam bo'lib uyda yolg'iz o'tiradigan narsa emas. Nurg'un jamiyat ishlariga aralashamiz, nurg'un ishlarga bo'lamiz. Odamiylik bilan o'tirib chiqsa nurg'un odamlarniki, demak yolg'iz odamning kuchi bo'lmaydi. U vaqtda kuchga kuch ulashadi, nurg'un odamni yar yulak bo'ladi, madadkor bo'ladi, ishlarga barakat bo'ladi. Demak, astoydillik ishga kelgan vaqtida bexudlik qilish faqat bo'lmaydi. Biz boshqalardan hatto necha aslab tirishimiz kerak. Shunga ishning cho'ng kichik bo'lmaydi bolalar. Ish deganniki cho'ng kichik bo'lmaydi. Masalan, har qanday jamiyat, har qanday taraqqiy qilgan millatning olim cheklik bo'ladi. Demak, men mush Uyg'ur qarindoshlarimning hammasini o'ziniki odamiylik jihatda samimiy, sadoqatman, mehr, muhabbatlik, axloq, fazilatlik bo'lishini ishga kelgan vaqtida jafo mushaqqatdan qo'rqmaydigan, tirishadigan, kunda ugunadigan, aslab ugunib, demak, hammasiniki o'z kasbining bir olimi bo'lib, begdek, podshodek yashab ketsa ekan deydigan umidim. Bayıqı bayanlarınızın həmmisdə bir nöqtəni izcil təkidləb gəldiniz. O bolsunmu səmimilik. Menəcə bu növbətdəki adimilik və səmimilik. Növbətdəki vəziyyətdə təkidləş ən zörür bolğan tem boluş mümkün. Çünki bulubmu sənət əsərləri üçün əgər səmimilik bolmasa əsərdə çinlik olmaydı. Demək o əsərin cini olmaydı deyin gep. Əsərinin cini olmasa faqat çapını qalıdı. Şuңашқа bir sənətkarnınki səmimiligi hər vaqt, hər qandaq yerdə çoxum özününki əsərdəki çıllıqla ifadelanıb durdu. Şuңашqa biz Qurbanjon Heyit akımızınki muşu sənət hayatının, keçirmişlərinin və özü yekünlügən nəzirivi təfəkkürlərininki bizning buningdan keyingi sənət əsərlərimizdə tegishli rol o'ynashini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik.